gaz bo'ladimi, qanaqa boylik bo'lsa, bu hammasi xalqniki. Davlat davlatda turgan amaldorlar buni hisobini xalqqa berish kerak. Shuning uchun men aytmoqchimanki, energetika vazirligi hozir matbuot kotibi ham aytayaptilar, qilishimiz kerak deyapti, domla aytayaptilar Rustam aka. Reja qilyapmiz, bo'lyapti, o'rganyapmiz. Bu narsa bilan bo'lmaydi. 33 yil, 34 yil bo'ldi mustaqilligimizga-da. Endi men aytmoqchi bo'lganim, mana Islombek aka ham o'zi qo'shimcha qilish kerak. Siyosiy iroda qilib, haqiqatdan kimlar bilan qanaqa shartnomani birinchi o'rinda xalqqa ko'rsatib berish kerak. Ikkinchidan, mana shu narsani agar ayta olmayapsizlarmi, bo'shatib qo'yish kerak bo'ldi. Bo'shatib ishlaydigan, amallaydigan odamlar qo'yish kerak. Kerak emas bunaqa qilyapmiz, qilmoqchimiz, qilish kerak, o'ylayapmiz, dasturxonni sanayapmiz, u kerak emas domla. Biz ham domlamiz. Men o'zi doktorman. Men tibbiyot fanlari doktoriman. Men 20 yillik stajim bor. 4 million so'm oylik olaman. 4 million. 5 ta bolam bor. To'g'risida. Endi to'g'risi men jondan o'tgan uchun gapiryapman-da. Men bolalarimizni o'qityapmiz. Alsiga beramiz, boshqa beramiz 1 million, 1,5 million. To'g'risi erkakning zimmasida oilani boqish, lekin gardandagi mas'uliyat og'irlashib ketadi. To'g'risi xalqning irodasi sinayapti-da. Endi gapni qisqasini aytsam, xalqning irodasi sinayapti. Bu yoq kommunaldan, bu yoq ko'chada radar, kamera, boshqa, yana boshqa narsalar. Vobshe xalqning irodasi sinayapti. Bundan keyin hammada kayfiyat bo'lyaptiki, davlatni tashlab chetga surish degan narsa paydo bo'ladi yoshlarda. Ertaga davlatni tashlab sursa, uni o'rniga boya aytgandek Xitoy kirib keladimi, kim kirib keladi bizdan? Biz davlatimizni kim qo'riqlaydi? Hamma surish bilan hozir miyasi shunga. Hozirroq o'rgat sur. Hozirroq o'rgat, tilni o'rgat sur. Bu bilan yechim bo'lmaydi-ku. Qanaydir bir shu narsani qila olmayotgan bo'lsa, kimdir irodasi bo'lmasa, irodasi yetadiganlarga berish kerak.